Assalomu alaykum rahmatulloh. Samasval so'raganlarga xudo xolasa samasvalimiz chiqdi. Mana shu holati, oldi ko'rinish, yondan ko'rinishi. Qo'shimchalarda buni ham magnitofoni bor, elektron displey. Xo'p, zaryadnik, dam kiratguvchi bor. Shlem maxsus kaska oyoqdagi poligi bor. Mana shu narsalari bor. Buni endi hozir buni ko'tarishini ko'rsataman. Buni ko'tarish uchun kalit ochiladi. Kalit ochilgandan keyin mana bu knopkalar ko'tarishga bo'linishi, ko'tarish menisi mana ko'tarilish boshlanyapti. Xudo xolasa mana ko'tarish holati. Bemalol yuklagan yukingiz o'sha 1 tonnali deyiladi, hamma 700 kilo, 500 kilo yuklaydi. Mana shu yukni bemalol ko'taraveradi. Mana buni holatlari. Shular mana. Buni o'sha bachoga bo'ladi, moy bo'ladi buni ichida, moy bilan ishlaydi. Resorlar baqvat qilib ishlangan, profillar baqvatdan qo'yilgan. Xudo xolasa, inshallah ancha yaxshi. Xudo xolasa. Buni akkumulyatorlari 58 li akkumulyatordan 6 ta bo'ladi. Bir xilgilar mana yozuvga qarab turib 80 deb aytadi, 80 emas. 58 likdan 6 ta bo'ladi bunda. Ya'ni 72 58 bo'ladi. 72 volt 58 amper bo'ladi. Mana 5 tali bo'ladi bolti ham. Bunda zapaska balon yo'q, zapaska baloni bor deb o'ylamanglar. Bunda zapaska balon bo'lsa beriladi. Mana yo'q bunda. Mana shu holati. Kimga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qila olasizlar. Tushirish ham juda oddiy. Tushirish knopkani bu tarafini bosiladi. Cavallo